yangi uylarga moslashib qoldingmi? Adamni kuzatib qo'y. Yaxshi borib keling adajon. Yaxshi o'tiringlar, men ishga ketdim. Qani, ketdi, toychoq. Ben senga tushuntirib beraman, sen o'ylagan narsa emas. Endi tushundim. Nogiron seningizni davolatish uchun adash shu ish qilyaptilarmi? Vahima qilmang keling. Bugun tunnelga chiqishim kerak edi, repetitsiya qilaman. Bu uyda halol ishlab pul topadigan odam bormi? Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Vot, mana tuppa-tuzuk qo'shiq aytadigan odam bor ekan. Oyjon, ovozingiz shunaqa zo'r ekan. Qayoqda qo'shiq aytasiz? Bozorlarda bugun O'rizorga boraman, yaxshi pul tushadi. Ketaman. Men bunaqa mashayniklar bilan yasha olmayman. Mersmi? Adajon yaqinda mer soluvdilar. Yaqinda menga ham uy olib berishdi. Iskandar Buildings. Yunusobod 16-kvartal ro'parasidan loyiha hozir 13-etajda 5-blok sotuviga start berilgan. Agar boshlang'ich to'lov qilsa 2 oylik to'lov 5 million 700 mingdan ekan. Ana oyim ham lida kelib qoptilar. Doktor aka kushabaqaling. Mana shu sendan yashirgan oilam. To'g'ri tushunaman. Bu oila senga to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun mayli, xafa bo'lma, ketsang ketaver. Oy, Iskandar Buildings. Mers. Oyjon, sizlar sostaviyaga точно bitta ko'r keling kerak. Ertadan qaysi bozorga chiqamiz? Chorsa.